onajon, bering, men sizga yordam beraman. To'xta, bolam, nima qilyapsan? Sen o'qishing kerak, borib darslaringni tayyorlashing kerak. Sening yordaming men uchun a'lo baholarda o'qishing, o'g'lim. Yani derinden. Assalomu alaykum. Opa, assalomu alaykum. G'isht sotarkansizlar. Xo'jayingiz uyda bo'lsalar, aytvorsangiz, g'isht sotib olmoqchi edim. Xo'jayinim avtohalokat sababli dunyodan o'tganlar. Ishlarini o'zim davom ettiryapman. Ha, uzr opa. Unda g'ishtlaringizni o'tib ko'rsam bo'ladimi? Agar ma'qul bo'lsa, ko'proq olmoqchiman. Opa, g'ishtlaringiz menga ma'qul. Ishchilarimni yuboraman, o'zlari yuklab, pulini berib olib ketishadi. Assalomu alaykum onajon, men maktabdan keldim. Kiyimlarni almashtirib, sizga yordam beraman. Yo'q, bolam, ovqat tayyor. Kirib ovqatlanib, darslaringni qil. Seni menga yordaming faqat yaxshi o'qishing, bolam. Onajon, Ha, bolam, tinchlikmi? o'qishga kirdim onajon. Barchasi sizning mashaqqatli mehnatlaringiz samarasi onajon. Onajon, bu sizga sovg'a. O'g'lim, o'zingni urintirishing shart emasdi. Aksincha onajon, axir bularning barchasiga sizning mashaqqatli mehnatlaringiz sababli erishdim onajon.